Assalomu alaykum hurmatli obunachilarimiz hamda chorva oshpazlari, hammalar zamon sog'mi charchamayapsizlarmi? Bugungi beraka maslahatlarimiz mana bitta sigirchamizni yelinidan buzoqchasi onasini tishlab, yelinni uchini bitirib qo'ygan. Shuni ochish yo'llarini ko'rsatib boraman. Hamda o'sha qo'shimchasiga mana shu yoz oylarida bolalarning oziqalari hamda o'sha buzoqlarda, hozir yozda tug'ilgan buzoqlarda ichi o'tish ko'p, diareya holat ko'p. Shunga ham ozgina qisqacha video tushuntirish berib o'tib ketaman. Bismillah deb ishimizni boshladik. Birinchi qoldiruvchi kolon qilib olamiz. Hozir yelinda sog'omini sezib qo'ymayaptimi? Ushlang. Keling, naqadar. Makina ushlab turasiz. Mana bak, to'g'ri to'xtab turing. Ana shuni. Yo'q. Jum. Asta. Jum. Ha, buni qilishda bo'ladi-da. Ba'da kelavering. Bismillah. Jum. Qo'y. Hozir bir minut sal baqa chiqarib qo'ying. Mana bu qo'ymoqchi. Hozir og'riq qoldiruvchi qilib qo'ydik. Bo'lmasa patillab yana ham jarohat kattalashi mumkin, yo bo'lmasa to'liq qilib bo'lmaydi. Shuning uchun mana apparatimiz. Ana shunda ishlab turavering. Spirtlab olamiz. To'g'ri tushunasizlar. Mastitga emas bu. O'sha faqat yelinda ichidan chiqqan o'sha yarmigacha bo'lgan holatda yaqinroq keling. Ko'rsataman. Mana shu holat hozir mana. Bularda sut bor. 1 2 3 ta. Buni uchini mana yaqinroq kelavering. Mana uchi bitib qolgan buni. Nimadan sabab? O'sha tishlab uchini jarohat yetkazganda shuni hisobiga bitgan. Keyin mana shu suskada, mana bu tepasida zo'r hammasi joyida. Faqatgina uchi bitgan, keyin o'sha oziqa buzilishdan yo shamollashdan mana shu o'rtasida bez paydo bo'ladi. Nihochaga o'xshagan yo bo'lmasa moshga o'xshagan soqqomat qo'lga qadaladi. Mana shularni shu apparat bilan olsa bo'ladi. Lekin bir nima choqib yo mastit bo'lsa, tepasi bochka ishdan chiqsa, bu narsa ham yordam bermaydi. Hozir men qiyin. Juda men kam tushikam qolgan. Bu borib it qoplab yopilib qoladi-da. Bismillah. Apparat qo'ydik. Endi sal pastga tortib olamiz. Mana. Olib chiqdi o'shani. Endi sut ketaveradi. Bu bitta tortib azob yetadi-ku. Mana sut. Endi buni o'sha uchi yana qaytadan it o'sib qolmasligi uchun mana shu moslamamizdan foydalanamiz. Mana shunday qo'yiladi. Ertaga bir hafta farq qarang. Bu narsa turadi. Uni olmaysizlar. Faqat takidagini olasizlar. Mana. Olib, mana takidagi qizilchani olib bu bir hafta turadi. Keyin o'sha atrofi bitib o'ziga yo'l ochib oladi. Shu bilan zo'r bo'ladi. Faqat bir hafta, faqat bu sut tarang bo'lib tushib qolmasligi uchun
Ha, 3 mahal sog'ib olganlaringiz ma'qul. 3 mahal bir kunda. Ha, olasizlar, sog'ib buni yana yopib qo'yasiz-da. Ha, 3 mahal sog'ib olsangizlar bo'ldi. Bo'ladi. Ha, keyin ozgina shamollash yo bir boshqa sabab bo'lsa, tavsiya qilaman. Oddiy gentamicin, o'sha antibiotik, streptomicin, ampicillin bo'laveradi. Metrit ham qo'yib qo'ysa ham bo'laveradi. Yangi tuqqan ekan. O'sha to'g'liq bor. O'sha yilin ishlaganda keyin bu apparatimiz faqat ichidan bezlar tepada bochkaga yaqin joyda ham chiqqanlari bo'lmaydi. Assalomu alaykum tog'a, yaxshimisiz? Charchamasizlar, yaxshimi, zo'rmi? Charchamayapsizlarmi? Faqat mana shu ko'rsatib o'taman. Yaqinroq keling. Bu uch bitib qo'ygan ekan. Mana shu yerda o'simta chiqadi o'rtasida. Ana shularni qo'ysa bo'ladi. O'shani shu apparat ochiladi. Nima davomli bo'ladi? Bu zo'r bo'lgan, bu tishlab olgan buzoqchasi. Qo'yib yuborib qo'ygan, ko'p yemgan, noto'g'ri tishlagan, keyin o'shadan et o'sib yopishgan. Uchini yopib qolgan, ha. U endi turib yara bo'lyapti. Yara bitadi, yara bitgandan teshigi yopilib qolaveradi avtomatik. Bo'ldi, qo'yib yuborib qo'yavering. Nima kirgan, yana bilamiz. Ha. Og'riq qoldiruvchi ukol qilmasak qo'ymaydi-da. Ishlab bo'lmaydi, yo jarohat ana bo'lishi mumkin. Ha. Endi o'zini kam dozada beriladi, sabab bo'lmasa qilib bo'lmaydi-da. Bog'lash kerak, yot qilish kerak, noto'g'ri harakat bo'ladi, qonni to'q. Shuning uchun bo'lmaydi. Veterinar aka-ukalarimizga, chorvador aka-ukalarimizga agar o'zlaringizga yaqin viloyatlarda, tumanlarda, aptekalarda bo'lmasa, o'sha veterinariya asbob-uskunalarni yetkazib beruvchi guruh ochganmiz. O'sha O'zbekiston bo'ylab Qirg'izistonga, Tojikistondan ham olib ketyapti. Pochta orqali yetkazamiz. Chegaralarga o'zlari olib o'tib ketyapti. O'sha kimga veterinar aka-ukalarimizga shunaqa anjom uskunalar, asbob uskunalar, o'sha veterinariya anjomlari kerak bo'lsa, nomer qo'yib ketaman. Bemalol aloqaga chiqib, o'sha o'zlaringizga olishlaringiz mumkin. Jo'natamiz pochta orqali. Hozir ko'proq o'sha adresini beradi, tumanni, qishlog'ini beradi, ismi, familiya, telefon nomeri endi pochta orqali chiqaryapmiz, hamma qabul qilib olyapti. Endi yoz oylarida keladigan bo'lsak, har xil sharoitda saqlanyapti. 2-3 videolarimizda aytib o'tyapman, juda ham o'sha sanitariya gigiyena holatiga, keyin molni yotishtirish holati, ventilyatsiya holati ko'proq yopiq joylarda. Shuning uchun mana bunday bog'larda, dashtlarda bo'lsa, sayyalarda bo'ladi. Bu yerlarda ovqat hazm sistemasi 30% ga o'sha yopiq holdan ko'ra ochiq dallarda molda ovqat hazm qilish sistemasi yoz oylarida 30% ga ziyod bo'ladi. Bularga ko'p ziyoni bo'lmasligi mumkin. O'sha yopiq joylarda, bir joyda, mol ko'p xonadonlarda ventilyatsiya jarayoni yaxshi bo'lmasa, o'sha sanitariya gigiyena holati yaxshi bo'lmasa, kasallik ko'p bo'ladi, atroflar ko'p bo'ladi, teleroz ko'p bo'ladi. Shuning uchun maslahat beraman. O'sha maslahatim, o'sha joylarni, sharoitini yaxshi qilib qo'yish kerak. Tepasiga ventilyator qo'yinglar. Yana nima demoqchiman? Meditsinskiy, uzr, adashdim. Mana endi yoz oylarida zaldor ko'p, alma ko'p, hamok ko'p. O'sha uchun o'sha narsalarni ham juda ham bahor bo'layizlar. Svej bo'lsa oz-oz berish kerak. Ko'plar hozir telefon qiladi, "Alo, molim tug'di, kecha ko'proq atalib berdik, orqasidan 1 soat alma berdik, yo birlagan alma berdik, yarim soat zaldor berdik" deydi. Atroflar bo'lib qoladi. Bu o'sha molda oshqozon hazm sistemasi suyadi. Shuni hisobiga juda ham bahor bo'lasizlar. Shunaqa kasalliklardan oldini olish uchun o'sha berilayotgan oziqalarni yaxshi qarab berish kerak. Atroflar bo'lishiga sabab kunda issiqligi. Keyin o'sha yopiq joylarda issiqni hisobiga hazm qila olmaydi-da, shundan mollar tez kasallanadi. Keyin buzoqlar masalasida ham aytib o'tib ketay. Mana shunday holatda. Bular endi dashta o'sha bog'larda qo'yilgan. Bular hozir yaxshi. Masalan, obyektlarda ham quyuq sayya bo'ladi, obyektlar. Bo'ladi. Issiqda qoldirmaysizlar. Birinchisi, o'sha dashlarda tug'ilgan buzoqlar yo issiqda yuruvchi buzoqlarning o'pkasi
siqib qo'yadi. Keyin o'zgarish kam bo'lib qoladi. Ikkinchi holat, turpoyalash holatmi? O'sha meditsinskiy aptekadan D kalsiy 3 ichiringlar. D kalsiy 3 foydasi katta, ham o'zgarishga, o'sishga, ham turpoyalamaydi. Ham mineral oziqalar borda tarkibida. Diareya bo'lib qo'yilishini oldini olish uchun imkon boricha kam emiringlar. Kunduzda ko'p emsa, oshqozon hazm sistemasini yo'qotadi. Hazm qila olmaydi, keyin o'sha axlatga o'tib ketadi. Shuning uchun oz salqin bilan kechga yo ertalab sahar emirgan ma'qul, ozroq. Keyin o'sha joy masalasini ham to'g'ri qilib qo'yinglar. Keyin maslahatim o'sha ichi o'tib boshlash holatidan oldinroqdan o'sha Vit aptekadan Makroferin, Zenoperin yo bo'lmasa oksititetrasiklen degan o'sha parashoklar bor. Shulardan oz o'sha emirishdan oldin ozgina tilni taki yo 10 shpris bilan 20 gram iliq suvga eritib ichirgan ma'qul. Shunday qilib qo'ysa o'sha oshqozon shunga o'rganib boradi-da. Yana bir maslahatim, ko'p aka-ukalarimiz, chorvalar aka-ukalarimiz tushunmay buzoqlarga, hali ovqatga kirmagan buzoqlarga tuxum ichirib qo'yadi. Noto'g'ri, xato. Anor suvi ichirib qo'yadi. Shaftoli danaga ichirib qo'yadi. Anordan o'zini qaynatib beradi. Har xil vaziyatda ko'p savol-javob bo'ladi, onlayn javob olayman. Shuning uchun shuni ham aytib o'tib ketay. Oziqaga kirmasdan turib, hech qachon bu narsalarni ichirmash kerak, tuxumni ichirmash kerak. Sut to 30-35 kun, 40 kundan boshlab ovqat yeyishga kirgandan keyin oshqozonga tushadi. Ungacha shirdan qoringa tushadi. Sut ichaklar orqali suriladi. Shuning uchun shundan adashmaysizlar. Bugungi kerakli maslahatlarim shulardan iborat bo'ldi. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Agar kanalimizda yangilar bo'lsa, albatta like bosib, podpiska bo'lib qo'yingizlar. Kimda fikrlar bo'lsa, qo'ldan kelgancha javob berib boraman. Maslahatlarimiz sizlarga manzur kelsa, kommentariyada o'z fikrlaringizni qoldiringizlar. O'zimiz O'zbekistonda hamma veterinar aka-ukalarimizga omad, chorvador aka-ukalarimizga ham omad. Allohim chorvamizga baraka bersin. Yaxshi kunlarda ko'rishaylik. Omon bo'ling.